Akalar, option kimni ko'nglida ishlash maqsadi bo'lsa, profilga kirsalar ham silka bor, qoldiryapman. Yandexga ulanish uchun. Silkani bosasizlar, registratsiyadan o'tasizlar, nomer, imya, familiya, otchestvo qilasizlar. Registratsiyadan o'tgandan keyin, ro'yxatdan o'tgandan keyin уже bizni Qo'qon shaharida Movnahar To'ys vokzali oldida ofisi bor. Borib, termosumkaga nima qilasizlar? To'lov qilasizlar 100 ming so'm plus balansga 300 ming so'm to'lov bo'lishi kerak. Bu majburiy qonun qoidalaridan. Hozir yangi chiqqan qonun qoidalaridan. Oldin yo'q edi Qo'qonda ham. Endi shunaqa qilib qo'yishdi. Xo'p. U 300 ming pul, to'ys o'zingizning собственный pullaring bo'ladi. Har bitta urilgan zakasidan o'sha 300 ming puldan yechiladi. Qo'lingizga naqd pul bo'lib qaytadi. Uni qaytib yana balansga tashlab, оборот qilib yursiz bo'ladi. Qachondir limitga ko'tarilsangiz, to'ys Yandexda o'zi ham sizga limit ajratib beradi. Har xil 600 minggacha bo'lgan limit ajratib beradi. Hozirgi kunda meni limitim 450 ming so'm. To'ys 450 ming so'mlik zakasga men 1 so'm pul sarflamayman. Yandexda depozitim orqali zakasni olaman, olib borib beraman, naqd pul olaman, yana shotimga obratni tashlab qo'yaman. To'ys vaqtinchaga qarz berib turishadi, qaytarib beraman. Hamma ishlayapti. Men aytdim misol uchun 15 ta 20 ta bola ishdan tashqari ish, oila, ro'zg'or, bola chaqa, kommunalkaga, boshqaga oylab qarasangiz haftasiga 300-400 ming kartaga pul tushib tursa yomon emas. Kim qanaqa fikrda kommentlarda yozib qoldiramiz. Profilli описаниеda silkaga registratsiya uchun kiramiz, registratsiyadan ro'yxatdan o'tamiz. Hammaga omadli dastavkalar.